Men Koreya Respublikasida 200 yildan keyin yashaydigan kuchli erkakman. Nima bo'layotganini bilmayman. Suvda cho'kdim deb o'ylagandim. Shu yerga tushib qoldim. Xullas, men sen o'ylagandek emasman. Tashqi ko'rinish aldamchi bo'ladi. Lekin sen to'g'ri qaror qabul qilishing kerak. Turmush qurdik ham deylik, lekin birinchi to'y kechasi bu yaxshi emas. Men erkaklarga umuman qiziqmayman. Bu obro'yingga to'g'ri kelmaydi. Men uchun bu shaxsiyat masalasi. Sen uchun bu nikoh firibgarligi, bu jinoyat. Nima demoqchiligingni tushundim. Xavotirlanma, men seni tuzalib ketishingga yordam beraman. Yodingda tut. Sen yolg'iz emassan. Hatto butunlay aqldan ozib to'zg'ib ketsang ham, men umr bo'yi seni sevaman va ering bo'lib qolaman. Xo'pmi?